ko'p ko'ngil aynishlari shular bezovta qilib, og'riqlar bezovta qilib, ko'z og'rig'i, ko'zni ocholmasdan, quyoshga qaralmasdan, yorug'likni ko'rolmasdan, ko'zni yumib yurib, shu holatlarni yo'nalib keldim. Shunda mana qarang, sizni kasalligingiz meditsina tilida krasnaya volchanka deyiladi. Bu kasallik o'sha pochka faoliyatini butkul ishdan chiqaradida, issig'i ketma-ket tushmasdan, bu o'sha hamma joyda og'riq, o'zini noxush his qilishlik, ko'ngil aynishi, ovqat yegisi kelmasdan o'zini juda bir yomon his qiladida. Shunga mana hozir Xudo xolasa o'sha birinchi kunda hamma joydan o'sha turib qolgan suyuqliklar chiqib ketdi-da, teri orqali. Esingizda bo'lsa, shu boshlaringizdan ham suv bilan shunda sochlaringiz ichidan ham kiyimlaringiz ham ho'l bo'lib ketdi. O'sha kanallar ochildi. Hozir pochka faoliyati ham yaxshi. Shuni hisobiga mana jigarga ozgina nagruzka bo'lgan boyaga dorilarni, kuchli dorilarni hisobidan oshqozon osti beziga, keyin taloqqa. Hozir shular hammasi Xudoga shukr yaxshi mana. Yaxshi, shuni hisobiga ishtahangiz ham yaxshi, uyqularingiz yaxshi, issig'ingiz unaqa chiqayotgani yo'q, boya og'riqlar butunlay yo'q. Eng asosiy boya hisoq to'xtadi. O'sha juda bezovta qilyapti. O'shanga Allohimga behisob shukr. Bu natija hammasi Allohdan. Shifoni beruvchi Alloh shu bir sababi bilan shu yoqqa kelib qoldingiz-da. Biz ham shu sababini qilib turibmiz. Shunga Allohimga behisob shukr. Allohga hamdlar bo'lsin. Behisob jamiki o'sha kasal bo'lib yurganlar, shifo topolmay yurganlarga Alloh taolo o'zi g'oyibidan yetkazib, shifosini bersin, shifoi alo, shifo ato etsin, o'zi g'oyibidan yetkazib, shular ko'rmagandek o'pishga o'zi sababchi bo'lsin. Chunki agar odam sog'lig'i bo'lmasa, hech narsa yoqmas ekanda. Shunga mana sizda ham Xudoga shukr, ancha natijalar yaxshi. Bundan buyog'iga ham shu kasallikka asoratisiz to'liq tuzalib ketishingizga Allohdan o'zi madadkor bo'lsin. O'zini husn jamoliga, vasliga erishadigan haqiqiy mo'min musulmonlardan bo'lishni Alloh taolo o'zi nasib qilgan bo'lsin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafoatlariga erishishlikda, suyukli ummatlardan bo'lishlikda Alloh taolo o'zi nasib etib, diydor jamoliga, vasliga erishishlikda o'zi madadkor bo'lsin. Jannatlarda ham shu bir-birimizni surishtirib, shunaqa bir-birimizga do'st sifatida Allohning yo'lidagi shu maqomlarni berishlikda Allohning o'zi madadkor bo'lsin. تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا مقلب القلوب ثبت قلبنا دينك وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله